Yunusobod tumani Islomobod mahallasida joylashgan mana shu uchastka yer narxidan ham arzon sotuvga qo'yildi akalar. Ishonish qiyin, lekin videoning oxirida narxini aytaman, o'zingizlar ham hayron qolasizlar. Hamma binosi bilan birga yer narxidan ham arzon. Mahallani ko'rishimiz mumkin. O'zi Islomobod mahallasi Yunusobodning eng elitli mahallalardan biri hisoblanadi. Ko'chani boshidan chapga yuradigan bo'lsa, betonga chiqamiz, o'ngga yuradigan bo'lsa, Zenitga borishimiz mumkin. 6 sotuvli uchastkamiz, fasadi 20, ichkariga 30 bo'ladi. Endi ichkarini ko'rsatib beraman. Hovlisini ko'radigan bo'lsa, fasadlari juda ham chiroyli ishlangan, fayzli uchastkamiz. Katta oila bo'lib, shturishda yashayman desanglar ham zo'r variant. Bunaqasiga ham bir nechta xonalarga ega katta zelen zonani ko'rishimiz mumkin. Bu yoq tarafi o'zida 5 ta 6 ta yotoqxona, katta zal, alohida sanuzullari ham bor deyapti. Binoning tagida podollarni ham ko'rishimiz mumkin. Ichkaridan olib o'tirmadim, baribir yer narxidan ham arzon bo'lgani uchun. Agar kelib ko'rsanglar, ko'z bilan ko'rgan boshqacha, yoqsa shu turishida bitta chiska qorib yashayman desanglar ham zo'r variant yoki tekislab boshqatdan proyekt qilaman desanglar ham juda ham zo'r. Narxni olsa keladigan bo'lsa, Islomobod mahallasida bugungi kunda yerlarning bir sotuv narxi kamida 50 ming dollardan 60 minggacha. 50 mingdan past hali ko'rmadim. Bu joyimizda bo'lsa, bir sotuvi 45 ming 800 dollardan hamma binosi bilan birga o'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Pastda egalari nomerini qoldiramiz.